ich etim yesam, qachon ko'rishamiz desam, ertadagin indindagin biror kun dema erkam, ertadagin indindagin bilmasam dema erkam. Sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani, sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani. Dardlarimni naryog' yo'q, kutgan kunim sanoq yo'q. Qarg'amayin deyman netay, sog'inmaysan insof yo'q. Qarg'amayin deyman netay, sog'inmaysan insof yo'q. Sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani, sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani. Sog'inib ich etim yesam, qachon ko'rishamiz desam, ertadagin indindagin bilmasam dema erkam, ertadagin indindagin biror kun dema erkam. Sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani, sog'intirma mani, sog'indim-da sani, sog'intirib gunohga botirma mani. Aferin, sog'intirma meni. Jahongir Sobirov. Yashagim kelar. Katta rahmat. Erta tongdan yaxshi qo'shiqlar bilan tongni qarshi olgan yaxshida baribir o'tgan ekan. Albatta. Masalan, sizga taklif bo'lsa, Yoqubjon, bitta yaxshi qo'shiq eshitasan yoki mana $100 turibdi. Qaysi birini desa nimadir deysiz? Birinchi Yaxshi qo'shiq turibdi, zo'r. Mana Jahongir Sobirov zo'r, sog'intirma meni degan zo'r ijro etilgan qo'shiq turibdi. endi o'tkirga Qo'shiq zo'r turibdi-da, chiroyli bo'lib lentichkalarga o'ralgan. Endi bir $100 pulam yotdi. Endi qo'shiq eshitishdan oldin kayfiyat ham yaxshi bo'lishi kerak. Kayfiyat ko'tarish uchun birinchi $100 olib, keyin qo'shiq eshitish kerak. Bunda